Albatta azizlar, bu kun har bitta inson uchun alohida bir kun bo'lishi mumkin. Ya'niki bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan yaqinlaringizni shirin, go'zal, samimiy tabriklar ila tabriklash imkoniyatiga egasiz. Buning uchun esa Telegram manzillarimizga o'z istaklaringizni, niyatlaringizni yozib yuborsangiz, biz efir davomida albatta ana shu istaklaringizni yaqinlaringizga yetkazishga harakat qilamiz. Ayni daqiqalarda mana shu yurtimiz bo'ylab bo'layotgan bayramlardan kishilarning kayfiyati a'lo darajada va umuman olganda ijodkorlarga, kishilarga bahor fasli o'zgacha ilhom bag'ishlaydi. Ayniqsa Navruz sayillarida siyohi ko'rmagan she'rlar o'qiladi. Keling, juda ham to'g'ri aytyapsiz. Keling, hozir Islomiddin jonli efirdan foydalangan holatda bahorni, Navro'zni tarannum etguvchi shoir Nasrullo bilan bog'lansak, juda soz. Ayni daqiqalarda telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Sizni sizga yoqimli bo'lgan, siz doimiy muxlisi bo'lgan Assalom O'zbekiston dasturidan erta tongdan bezovta qilyapmiz. Rahmat, rahmat. Salomatmisiz? Kayfiyatlar qanday? Zo'r, kayfiyatlar bahoriy. Bahoriy. Demak, bilishimizcha siz Assalom O'zbekiston dasturini doimiy kuzatib borar ekansiz. Bu degani barvaqt uyg'onasiz. Shundaymi? Albatta, albatta. Tongni juda ham yaxshi ko'raman va erta turaman. Assalom O'zbekiston dasturini ham azaliy muxlislardanman. Muxlisligingiz uchun rahmat, fidoyiligingiz uchun rahmat. Va bugungi tong qanaqa boshlandi siz uchun? Chunki har bitta kunimiz bayram. Mana yurtimiz bo'ylab Navro'z ayyomi keng nishonlanmoqda. Haqiqatdan ham Navruz bahorning eng go'zal bayrami. Bahor esa Surxondaryodan boshlanadi. Men sizlarga hozir tasvirlab beraman. Men Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi Chambil mahallasi Tortuvli qishlog'idan sizlar bilan suhbat olib boryapman. Hovlidan ariq oqib o'tgan, hovlimizda o'rik oppoq bo'lib gullagan, o'rik shoxlaridagi qushlar chug'ur-chug'uri qulog'imga eshitilib turibdi. Bir so'z bilan aytganda, bahoriy kayfiyat. Va mana shunday paytda aytkim keladiki, Surxonning bahori eng go'zal bahor. Nima deysizlar? Juda soz. Albatta siz bilan muloqotga kirishganimizdan biz ham juda ham mamnunmiz. Teletomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz, agar texnik nosozlik bo'layotgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Masofa bor o'rtada. Masofa bor. Albatta bu texnika, lekin kayfiyatimizga aslo ta'sir qilmaydi. Endi Nasrullo aka, agar yodmasangiz, bahorni, Navro'zni tarannum etguvchi 4 qator bo'lsa ham sizdan she'r eshitmoqchi edik. Albatta, albatta. Bu dunyoga mehmon yuragim. Valik senga mezbon yuragim. Tashrifingga chiqguvchi peshvoz, diydoringga oshyon yuragim. Bilmam senga qanday mehrim bor. Tashrifingni sog'indim bahor. Sog'intirdi gul chechaklaring, entiktirdi kamalaklaring. Ona yerni qilgandek tavof, ko'zga suray sumalaklaring. Seni mendek sevar qayda bor. Tashrifingni sog'indim bahor. Saratonlar soyasinda ham, seni kutdim yaldo tunda ham. Chor atrofim etib lolazor. Mehmonim bor so'nggi kunda ham. Qabrimda ham aytar baytim bor. Tashrifingni sog'indim bahor. Rahmat Nasrullo aka.